dunyoda oliy hakam bor. O'shal qudrat erur mangu ustuvor. Shahidlar bong urib har shomu nahor bizni ogoh etar. Bo'ling deb hushyor. Ular xalqimizga qalqon edilar. Abadiy barhayot vijdon edilar. Muxtoriyat madhiyasi sifatida kuylangan va Abdulhamid Cho'lponning go'zal Farg'ona she'ri turkistonliklar qalbida chuqur o'rin olgan. Sovetlar dahosi Stalin tomonidan tashkil etilgan uchlik tomonidan 20 daqiqalik so'roq yakunida buyuk ajdodimiz Cho'lpon otib emas, balki chopib o'ldiriladi. Qabri ziyorat etilmasin deya bo'laklarga bo'linib, jasadi Kaspiy dengiziga uloqtiriladi. Yurtimizda o'tkazilayotgan davlat tadbirlari va ko'pgina ommaviy tadbirlarda bu go'zal she'r bugun baralla aytilmoqda. Eng e'tiborlisi, uni nafaqat yurtimiz ahli, balki butun Markaziy Osiyo va turkiy dunyo xalqlari ham yurakdan baralla kuylamoqda. E'tiboringizga Turk dunyosi kunlari xalqaro festivalida eng yaxshi kuylangan deya e'tirof etilgan chiqishni havola etamiz. Tinglang va matonatli ajdodlarimizni ezgu xotiralar ila yod eting.